ko'proq daromad qilish yo'llarini o'rgatib qo'yaman. Har bitta trader bitim ochgandan keyin u bitim 300 punkt, 400 punkt yursa ko'proq daromad qiladi, maza qiladi, to'g'rimi? Demak, buning uchun biza day-bir time frame ga o'tishimiz kerak. Day-bir time frame da nimani kuzatishimiz kerak? E'tibor bering. Mana hozir men tebranish amplitudasi juda ham katta. Mana bu yerdan bu yerga harakat bo'lyapti. Bu yerdan bu yerga. Amplituda katta. Tebranuvchanlik bor va aytaylik, mana bu tochkadan bu tochkagacha harakatni oladigan bo'lsak, 400 punktdan oshib ketyapti, mana 416, 400 punktdan oshyapti-da. Hattoki mana bu kichkina joyga oladigan bo'lsak ham, mana kichkina joyga o'zi ham 180 punkt yurib beryapti. Mana shunaqa katta tebranishlar bor joy bizga yaxshi, ko'proq daromad beradi. Endi qanaqa joyda ishlamagan yaxshi? Yaponskiy yana mana bu joyga oladigan bo'lsak, yana bir bor takrorlayman, D1 bo'lishi kerak. E'tibor bersanglar, mana bu yerda shamchalar taxlanib turibdi, yonma-yon turibdi. Bitta tarafga siljish yo'q, yonma-yon turibdi. Va mana bu shamchaning eng cho'qqisidan bitim amalga oshirgan bo'lsangiz ham, bu yerda atiga mana 119 punkt yurganda, lekin qizig'i shundaki, siz aytaylik 300 punkt kutib turgan bo'lsangiz, u ertasiga orqaga qaytib ketgan. Ko'ryapsiz, mana bu yerda qizil shamcha. Ya'ni mohiyat shundaki, bunaqa bozorlarda narx har doim siz tarafga yurmaydi-da, orqaga qaytib ketaveradi. Pastga ochsangiz ham, tepaga ochsangiz ham qaytib sizni daromadingizni kamaytirib boraveradi. Shuning uchun har doim qiladigan ishingiz shu bo'lsinki, day-bir time frame ni har haftada bitta bo'lsa ham tekshirib ko'ring. Agar shamchalar bitta joyda taxlanib turganini guvohi bo'lsangiz, u bozorni vaqtinchalik, qachonki tebranish amplitudasi kuchli bo'lmaguncha yopib qo'ying va aralashmang. Bozorlar tiqilib yotibdi, amplituda keng joylarni tanlab, day-birda ko'ring. Amplituda keng joylarni tanlab, o'sha joyda ishlaganingiz maqsadga muvofiq, bu yerda ko'proq daromad ko'rasiz, baraka ko'rasiz.